Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Iso Filmes. Bugun Pavs tokenlarini claim qilish ochildi. Markazlashgan birjalarga claim qilish orqali tokenlarni chiqarishimiz mumkin. Listing esa 18-mart sanasi. Buning uchun havola orqali o'tamiz va TG dashboardga bosamiz. Phantom Wallet orqali akkauntimizni ulaymiz. Next'ga bosamiz va claim tugmasini bosib galочка qo'yib yuboramiz va markazlashgan birjaga chiqaramiz. Komissiya 3% Pavs tokenlarini o'zidan olib qolinadi. Phantom Walletga chiqarish esa 18-martdan so'ng ochiladi. Bizda ikkita variant bor, Bybit va Bitget. Afsuski O'zbekistonda Bybit blok qilingan. Shu sababdan Pavs tokenlarini Bybitga chiqara olmaymiz. Shu sababdan hozircha bittagina variant. Shoshmasanglar ham bo'ladi deb o'ylayman, chunki yana bir nechta birjalar qo'shilishi mumkin O'zbekistonda mavjud bo'lgan. Agar sizga Bitgetga chiqarish qulay bo'ladigan bo'lsa, Bitgetga bemalol chiqarishingiz mumkin. Bitget birjasini tanlaymiz. Bizda birja bor, bo'lmasa birja akkauntidan registratsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Va Pavsni Bitgetdagi depozit adresini ko'chirib olib, ushbu yerga qo'yamiz. Buning uchun Bitget birjasiga kirib, kошелек bo'limiga o'tamiz. Внести-ni bosib, внести kripto qilib, Pavs deb qidiramiz. Va Pavs tokenlarini adres kelib chiqadi. Ko'chirib olib, depozit adresga qo'yamiz. Keyin esa Bitget UID'imizni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun asosiy sahifaga o'tib, akkauntimizga bosamiz. Ko'rishimiz mumkin, UID turibdi. Ustiga bossak ko'chirib olinadi. Va ushbu yerga joylaymiz. Shundan so'ng Continue'ni bosamiz. Yaxshilab tekshirib olib, Continue'ni bossak bo'ladi va tasdiqlaymiz. Finish'ni bosib yuboramiz va mabodo chiqarish metodini o'zgartirishimiz mumkin. Keyin yana boshqa birjalar qo'shiladigan bo'lsa. Listing 18-mart sanasida, ungacha yana bir nechta birjalar qo'shilib qolish ehtimoli bor. Agar siz Bybit birjasiga O'zbekistondan turib chiqarishga harakat qilib ko'radigan bo'lsangiz, sizda Bybit birjasi xuddi shu yozuvlarni ko'rsatadi. Ya'ni sizning davlatingizda Bybit birjasi bilan ishlash taqiqlangan, shu sababdan tokenlarni chiqara olmaysiz degan yozuvlarni ko'rsatadi. Hozir esa Bybit birjasining o'zida pre-market savdolari ketmoqda. Afsuski narx hozircha juda ham biz xohlamagan ko'rinishda. Albatta bu hozirgi kripto bozor fonidagi narx va albatta bozor yaxshilanadigan bo'lsa 18-martgacha narx oshishi mumkin, lekin ehtimoli ozgina kamroq. Nima bo'lganda ham yaxshi listing va yaxshi narxni kutib qolamiz. Videoga like va komment yozishni unutmanglar. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegramda yoki video ostida yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasiz.